Bir paytlar insoniyat shunday degan edi. Biz eng aqllimiz, biz eng kuchlimiz. Bu sayyora bizniki. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, hech qaysi sivilizatsiya abadiy bo'lmagan. Piramidalar qoldi, qadimiy shaharlar qoldi, ismlar o'chdi. Endi esa bizning navbatimiz keladi. Tasavvur qil, 1000 yildan keyin robot shahar markazida turibdi. U odamlar yaratgan. U so'raydi, ular qayerga ketdi? Javob yo'q. Biz texnologiya yaratdik, yaratdik, robotlar o'rgandik. Lekin insonni o'rganmadik. Biz tezroq bo'ldik, boyroq bo'ldik, lekin sokinroq bo'lolmadik. Shaharlar kattalashdi, inson yuragi kichraydi. Agar bugun oxirgi kun bo'lsa, agar ertaga hech kim uyg'onmasa, biz haqimizda nima deydi?